Mana siz yaxshi Bo'ldi, men joylashib oldim. Joylashtirib oldim. Filipa keling tanishib olamiz. Menimcha mendan kattasiz-ku. Yana bilmadim. Nechinchisiz? 23man. Kichkina ekansiz. 2002. Tanishib olamiz. Hop, men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, hozirgi kunda infoprodyuserman, lekin unaqa juda katta loyihalar qilmaganman. Oxirgi qilgan loyiham Oybatjon Obidovada 14 million reklama budjeti bilan 150 ta o'quvchi yig'dik. Menga bundan ham kattaroq natija xohlayapman. Sohadasiz o'qigansiz. Necha yildan beri bu sohadasiz deyman, kimlarda o'qigansiz? Hop, o'zi SMM sohasida 4 yildan beri aynan infoprodyuserlik yo'nalishi bo'yicha 2 yil bo'ldi. Kimlarda o'qigansiz? Risolat Umidovnada o'qiganman, Zilola Azamotovada o'qiganman, ancha bo'lib ketdi Humoyun Sobirov. Anaqada Sarvar Zaynidinov. Tushunarli. Mana qanchadan beri taniysiz? Hop, sizni taniganimga 1 yilcha bo'lib qoldi shekilli. To'liq ismingiz shunda nima? Dilafruz. Qanaqa muammolaringiz bo'lyapti hozirgi kunda? Hozir ayni vaqtda retritga zapusк qilishimiz kerak. Aynan kazef jarayonida menda muammo bo'lyapti. Eng kerakli nuqtada. Qanaqa muammo bo'lyapti? Aynan kazef qilib turib, shunga mos reels chiqariladi-yu. Ana o'shani asosan men gipotezaga asoslanib qilib qo'yganman-da, hech kazef qilib olmayapman. Nimada muammo bo'lyapti kazef qilishingizda? O'zi suhbat, eng asosiy savollarni tuzib suhbatdan keyin unga asoslanib ssenariy yozishdimi asosiy muammo. Tushundim. Nimada qiynalyapsiz aynan deyman, qila olmayapman deyapsiz. Aynan kazef qilish o'zida qiynalyapman. Nima bo'lyapti shunda? Gaplasha olmayapsizmi, savol bera olmayapsizmi, his qilib qolyaptimi? Savolga javob ola olmayapsizmi, nima bo'lyapti? Savolimga javob ola olmayapman. Yana qanaqa muammo bo'lyapti? Hop, keyin sotuvlarimizni biz kutganchalik bo'lmayapti-da, ya'ni misol uchun Oybatjon Obidova agar psixologga tanisangiz, o'zlarida normalniy anaqa keyslar bor, asosan televideniyalarda yuradilar-ku. O'shanda ham biz примерно 500 ta sotuv kutuvdik, 250 ta bo'lib qoldi. Komandani men noto'g'ri boshqaryapman. Aynan qaysi joyda xato qilayotganimni bilib olmayapman shunda. Kontentlar yurg'izasizlarmi? Shunda shaxsiy brendlarni yurg'izasizlarmi davomli? Shaxsiy brendlari hop 100% demayman. Stabilni kontentda qo'yilib boriladi. Yo'q, asosan men qiladigan ishim, sotuvim Instagramdan deyarli e'tibor qaratmayman. Telegramga target yoqib, auditoriya kirib ketib, o'sha Telegram o'zida sotuv qilaman. Tushunarli. Bunaqa zapusk ancha oldin yaxshi ishlagan. Hozir kontentsiz deyarli sotuv qilib bo'lmaydi-da. Telegramda qilsangiz ham odamlar постоянно ekspert ko'rib turish kerak-da. Kontentlari постоянно bo'lib turish kerak. To'g'ri, u prodyuser o'z vazifasi emas. O'zi ko'pchilik menga shu anaqa bilan keladi. Ya'ni ekspertimi, zapusklari yaxshi emas deydi, lekin kontentini qilib bera olmaydi. Chunki prodyuser ishi o'zi kursini sotib berishdi. Shuning uchun ham ko'pchilikka o'zi kontent prodyuserlik qilaman. Kontentini yurg'izib beraman. O'sha sababdan so'rayapman. Balkim shunda sababni, balkim emas, menimcha katta ehtimol bilan shunda sabab bo'lyapti. Chunki hozir mana degan zo'r ekspertlar ham kontentini qilmasa bo'lmayapti-da. Ana oldidagi oson shunda target yoqib, shunda webinar qilib borib, shunda odam yig'ib borib. Qiladi, ishlayapti hali ham juda kam sotuv qiladi. Balki shu joyda xato qilayotgandirman. Kontent
Instagramga ahamiyat bermayman. To'g'ri, stories maker'im ishlaydi. Doimiy berilgan videoni qo'yib turadi. No progresssiz u narsa. O'shanga chunki hozir konkurensiya ko'payyapti-ku, odamlar уже shunchaki sotib olmaydi-da, oldin oson edi u. Target yoqlardi, shunda sotib bo'lib ketardi. Webinar bilan или там просто Telegram o'zi bilan progress qilib borsa bo'lardi. Hozir konkurensiya ko'paygani sari kontent qilmaganlar qolib ketyapti-da, orqadan. Ochiq sotuv qilishda ko'proq nimaga ahamiyat berish kerak? Ochiq sotuv qila olmayman, chunki men ochiq sotuv emas, mana bittada kurs sotuvini ochib yuboradi, progresssiz ketadi-yu. Ana o'sha sotuvni bilmayapman. Qiynayotgan narsalarimni. Men обязательно auditoriya olib kiraman, foydali ma'lumot, ya'ni lead magnet beraman, webinar qilaman, keyin sotuv ochaman-da. Biz ham shunaqa qilamiz o'zi. Biz ham shunaqa qilamiz, просто Instagramga ko'proq fokus berishingiz kerak demoqchiman. Ya'ni fokus berish hozir men bir narsani siz qilishingiz kerak ham deyapman, chunki producer vazifasi emas deb kontentni qilib berish. Yoki shunaqa odam olishingiz kerak kommandaga. Kontentni to'liq bo'yniga olib, sizga videolarimni to'plab chiqib, Instagramga obunachi olib kirib, keyin ularni Telegramga olib borsangiz bo'ladi. Organikadan yig'ishdi. Organikadan pulni yig'ish kerak, kontent bilan ko'tarilish kerak-da. Yana ham endi oldin qilgan bo'lishligi mumkin, no hozir qilmasa, hozir mana Iman Ahmedovna bor, mana hozir ishlayotgan loyiham, ularda ham shunaqa. Ularda ham shu paytgacha faqat bor auditoriyalar bilan sotuv qilib yurganlar, uje kontent yo'q bo'lgan hisobiga va sotuvlar tushib ketgan bo'lgan. Hozir uje mana 2 oydan beri polni kontent bilan ko'taryapmiz bloglarni. Faqat biz faqat Telegramda emas, YouTube'da ham sotamiz kursni, bestseller qilib. Men kursiga umuman aralashmayman, men faqat kontentini qilib beraman. Kursiga yo'naltirilgan kontent qilib beraman, bo'ldi, u yog'iga o'ziga lead qabul qilib olib, o'ziga gapirib, o'ziga sotuv qilishadi, flagrebi ham o'ziga qilishadi. Aytmoqchi bo'lganim, mana masalan Iman Ahmedovna ham masalan kim tanimaydigan psixolog emas, misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni brendi bor, boshqasi bor, no, ular ham kontent masala sotuv bo'lmayapti hozir. Boshqalarda ham shunaqa. Ko'pchilikda shunaqa. Tushunarli. Yana nimada muammo bor? Nimada qiynalyapsiz yana? Men asosan hozir qiynalayotgan tarafim o'sha Kazif bilan Instagram tarafda. Qolgan progresslar joyida ketyapti. Tushunarli. Nimalar ko'rdingiz bularni hal qilish uchun? Mana данное времяda bugun soat ertalab bitta kontent maker bilan gaplashdim, dogovor qildim. Buni Instagramga qaraydi, o'zi reels soladi, o'zi joylaydi. Vazifani, ya'ni Instagramni topshirdim-da unga. Ham mobilograf, ham stories maker ekan. Faqat unga hozir Instagramni ham endi aktivlashtirish uchun kuniga misol uchun 5 ta kontent turi bo'lsa, 5 tadan 2 ta 3 tadan qo'yib foydalanilyapti-yu. Dash publikatsiya, probniy rejim, hammasi. O'sha strategiyasini qilib berdim, bo'ldi. Hali ish boshlamadinglarmi deyman? Yo'q, bugun oldim u qizni. Endi bugundan boshlaydi. Tushunarli. Instagram bo'yicha bilimim zo'r demayman, uni aktivlashtirish sinovimdan o'tgan strategiyalar bor. Biroq qilish vaqti yo'q edi. O'shanga hozir endi boshqa qiz olib qo'yib qoldim. Tushunarli. Hozir yangi zapusk boshlamoqchiman. Oldimizda 2 ta zapusk turibdi. O'shanga qanaqa odam yig'ib olishga boshim qotyapti, chunki bu sayohat bo'yicha. Sayohat uchun yig'ib ko'rganmisiz otam? Men o'zi hozir zapusklar bo'yicha loyihalar olmayman. Hozir faqat o'zim zapusk qilib qo'yaman. Hozir asosan men kontent producerlik qilyapman. Kontent bo'yicha loyihalar olamiz. Ya'ni kontent qilib berish bo'yicha. Zapusklar bo'yicha. Alaniya uchun zapusk ochishimiz kerak-da biz. Ham retreat, ham dam olish shunaqa. Ana o'shanga qattan qanaqa maqsadli auditoriya olib kirishga ozgina boshim qotyapti, chunki qilib ko'rmaganman haqiqatdan. Shu qilib ko'rganlardan so'rashingiz kerak-da. Retweetlar qilib yurganlardan mana Amiralar qilishadimi? Menimcha Amiralar shidvalar qiladi. Nima qiladi? Shulardan ko'proq so'rash kerak. Endi ular o'zlaridan emas, shu ishtirokchining komandasidan-da. Xo'p, biz yaqin 6 oyga qanaqa rejalaringiz bor? Nimalar plan qilyapsiz? Nima bo'yicha? Aynan. Aynan. Tez bo'yicha qayersiz qanaqa maqsadlaringiz? O'zimni kursimiz zapuskini qilishim kerak. Hali vaqtim bo'lmadi.
Nima bo'yicha mentorsan? Ha. Chakbot deb o'ylashmasin, chakmen maysiz. Aha, zapisk bo'yicha mentorство qilmoqchisiz? Yo'q, zapusk bo'yicha emas. Mani mentorство soham oldingi safar qildim, lekin kam odam to'pladimu, biznesi bor, lekin Instagram, Telegramni yuritolmayotganlar bor-ku. Ana o'shalarga mos. Shunda blog yuritmasmi o'zingizam? Juda passiv, vaqt yo'q. Hayron bo'lasiz, sotuvlarim pastmi? O'zim doktor bo'lib turib, o'zimga shifo yo'q. Shunaqa o'zi ham Telegram, Instagram yuritish bo'yicha deyapsiz. Buni qatdan kelib chiqib qilasiz? Kastet qildingizmi yo'q? Kazdev qildim. Men o'zim mana shu Xiti Ibragimovani loyihalari bor-ku, ayol. Agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, ana o'shanda o'qidim-da. O'shatdi ayollarning ichidan men Kazdev qilib chiqqanimda ishonasizmi? Har bir 30 dan 2 odam ya'ni 60 ta yozilsa, bitta fotograga 60 ta ayol qo'lida hunari bor, biznesi bor, ishlab chiqarishi bor-da, lekin Instagram bilan Telegramni sotuv qilishni bilmaydi. Instagram, Telegram nimaligini tushunmaydi. Qo'lida imkoniyatlari ko'p lekin. Ularni xizmat qilib olsangiz-chi, o'zingizga o'qitgandan ko'ra, va ular o'ziga qilishmaydi-ku. Xizmat qilib olaman, lekin kuchim yetmadi, juda ham proyektim ko'payib ketib qoldi. Yaxshi-yu. Chunki baribir u yosh katta ayollar o'zi o'rgangan qilmaydi-da, undan ko'ra siz qimmatroq olganingiz yaxshi deb o'ylayapman. 4-5 dollar olib qo'ysangiz yaxshi emasmi? Baribir komanda qilasiz, komanda qiladi asosan ishni. Qarang, mana siz mana 3-4 ta loyiha olasiz, to'g'rimi? Qanaqa boshqarish ko'rasiz? Komanda qurib qo'yasiz. Tizim qilsa bo'ladi-yu, o'rgansa bo'ladi hamma narsani. Menda bitta komanda bor, uning uchun 2-3 ta komanda qilib qo'yishga to'g'ri keladi hammasiga. Yo'q, bitta komandangiz 6 ta, 100 ta loyiha bilan ishlay oladi bir paytda. Qilisha olmayapti, ochiq aytaman u narsani. Xo'p, komanda qilishni o'rgandingizmi kimdan? A? Komanda qurishni kimdan o'rgandingizmi deyman? Boshqarish. Yo'q. O'shanga-da menda ham oldin bo'lmagan, o'rganmagunimgacha o'zim bilganimcha qilib yurganman. Bitta loyihani eplay olmagan komandam. Shunaqa bo'lyapti-da, bitta loyihani ham. Va u yog'iga vaqtimiz ketyapti, Dilafroz, siz unaqa qilyapsiz, bunaqa qilyapsiz, e'tibor bermayapsiz, va shunaqa tinga-tingligi boshlansa keyin bir o'tala olmayman deb boshqa loyiha. Mana ishoning hozir danniy vremyada Oybat Chinapaniki bor qo'limda, bitta uzun bo'yicha loyiham bor-da. Ya'ni ikkita loyiha kelyapti menga. No, уже komandam deylar, bo'ldi. Men ikkita loyiha bilan biz yetib keldik marraga, deyapti. Ya'ni уже charchavyapmiz, deyapti. Ana ikkita loyihani отказ qildim. Bittasi eski psixologim Shahnoza Shodmonova edi. Bittasi agarda tanisangiz, Sohiba O'ktamova degani bor, u ham psixolog. Komandangizda necha kishi bor hozir? Komandamda sotuv menejerlarim 10 ta. Content makerim bilan Rob. Уже yo'q, grafik dizayner, stories maker. Shularga hammasidan bitta-bittadan. Target asosan o'zim yoqaman, chunki target bo'lib chiqqanman. O'zi asli boshida shu targetlarni asosan o'zim yoqaman. Shunday, endi zapisk bo'yicha loyihangizni keyin qilib olmoqchi, chunki zapiskda ish ko'p-ku, komandangiz charchab qolishi mumkin, lekin shaxsiy brend bo'yicha olsangiz unaqa qiyin emas. Komanda ham unaqa qiynalmaydi. Shaxsiy brend ko'tara olmayapman. Ko'tara olmayapman. Shaxsiy brend nima? Chunki menda asosan sotuv zapisk bo'yicha-yu. Уже u menga sal teskariroq loyiha deb tuyulyapti-da. O'zi qanaqa mana shu sohada ishlayapsiz? Har oy. Uzr, oldinga odam kelib qoldi, gapiravering. Qanday qilasiz?
Yoqildi. Bo'ldi. Ko'rmayapman, chetdan ko'rinmayapsiz lekin. Siz ko'ryapsiz. Hop, men aytmoqchi bo'lganim, mana zapus bo'yicha faqat ishlayman deyapsiz. Qanaqa bot mana har oy stabilni yaxshi pul topa olasizmi yo zapus riskda, shuning uchun so'rayapman. Zapuskda примерно 1,5gacha chiqaman-da. Tushunarli. O'zi mendan asosan nimalarni o'rganmoqchisiz? Qaysi moyizga ketmoqchisiz? Shaxsiy brend. Shaxsiy brend kontent orqali sotish. Demak, bu sohaga ham baribir o'rganmoqchisiz-a buni ham. Ha. Chunki men shaxsiy brend ko'tarmoqchi bo'ldim. Ideya topolmay qoldim. Yoki vaqt topolmay qoldim. Yoki komandaga pul taqsimlab bera olmadim. Ochig'ini aytganda kamlarga. Bilim bor, yo'nalish bor-da, mijozlar kelib, ikki og'iz dardini aytsa, kam narxga qo'yadigan odatim bor-da. Shunaqa, qanaqa qilish bilmasangiz, qorong'i bo'lib qoladi-da, qorong'i les deydi-ku. Shunaqa bo'lib qoladi. Nima qilaman, qanaqa qilaman, ish pulga olaman, bo'lib qoladi-da. Agar aniq ketma-ketligini bilsangiz, juda oson, qiyin narsa yo'q. Men ham oldin men ham o'qimoqchi bo'lganimda nima deyishganda, voy o'zing bilasan, bilganingcha qilib yuboraver deyishgan, bilganimcha qilganimda вообще gash bo'lib ketganda. O'zimga pulim qolmagan, komandamni ham boshqara olmaganman, oxirida natija ham qilib bera olmaganman. Bizdan bo'lgan keyin o'zi o'rganib, mana o'qiganimdan keyin qarasam, mana bu ishni mana aniq ketma-ketligini sizga aytsa, shundoq aytganini qilasiz, bo'ldi-da, boshqa narsa, qiyin narsa yo'q o'rda. Masalan, stopga olib chiqishi ham, mana kontentlar ideya qilishi ham anaqasi bor, o'zini siri bor, ketma-ketligi bor. tuzishi ham, to'pga olib chiqishi ham, obunachilar kirishi ham, hammasi ketma-ketligi bor. Mana klient masalan ko'pchilik o'ylaydi, "Nimaga klient ololmayman masalan, 1,5 mingga ham ololmayman" deydi. Masalan, 2-3 mingga loyihalar olishi ham o'zini ketma-ketligi bor, переговор qilishi ham ketma-ketligi bor-da. O'zingizga bo'ladigan narsalar. Kim bo'lsa siz o'sha zapuskga kirgan bo'lsangiz, sizga qiyinchilik tug'dirmaydi ularni o'rganish. Hop. Endi sizga savol. Bu narsani sizdan konsultatsiya olib o'rganmasa bo'ladimi yoki kursmi? Konsultatsiyada bilasiz, o'zi bitta muammoni ko'rib chiqilinadi. Chunki masalan, mana kontent deyapsiz. Misol uchun mana kontent bo'yicha agar siz zaпрос bo'ladigan bo'lsa, men o'z kontentni o'zini konsultatsiyada 2 soat tushuntirishim mumkin-da. Sizga to'liq noldan shu kontentni yozish, reelslarni to'pga olib chiqish, qanaqa boshlash kerak, mana o'zingiz aytganingizdek, sotuvchi kontentlar qanaqa yoziladi, obunachi olib kiradigan kontentlar bor. Prasмотр yig'adigan kontentlar bor. Ular hammasini qanaqa yoziladi to'liq o'rgatishim mumkin. Lekin agarda sizda o'sha mana jamoa qurishda ham, jamoa boshqarishda ham, agentство qilishda ham, loyihalar olishda ham, olgan agar natija berishda ham, shu hamma siz biladigan bu mentallik degan yaxshi, chunki mentallikda o'sha hamma ketma-ketligida darsda o'qilganda, soat bilan o'rgatiladi har bitta narsa. Chuqur o'rgatiladi. Agarda yo'q, menga boshqa bo'yicha muammoim yo'q, menga faqat bitta narsa kerak desangiz, konsultatsiyaning o'zi ham sizga yetarli bo'ladi. Manda suyadi qoldi. Hop. Ovozim oxirigacha bordimi yo ishtirmay qoldimi? Yarimida уже 2 soatda o'rgataman to'pga chiqishlarini degan joyingizda uzildi.
aytmoqchi bo'lganim, agarda sizda mana zaprosingiz faqat bitta mavzuda bo'ladigan bo'lsa, konsultatsiya yordam beradi sizga. Masalan, faqat kontent yozish yoki faqat jamoa qurish o'rganmoqchiman desangiz. Lekin to'liq mana o'sha loyihalar olish o'rganmoqchiman, jamoa qurib boshqarish o'rganmoqchiman, kontentlar yozish o'rganmoqchiman, loyihalarda natija qilib berish o'rganmoqchiman. Ya'ni zaproslaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu mentorlikka kelsangiz, shu bitta mentorlikda sizga o'sha har darsda har bitta mavzuga chuqurlashib o'rgataman-da. Mentorlik biz offlaynmi yoki onlayn? Offlayn, onlayn formati ham bor. Offlayn yaxshiroq, maslahat beraman offlayn o'qishni. Qanaqa bo'ladi? Mentorlik hozir yopiq. Birinchi patok tugadi. Patok yaqinda boshlanadi, xudo xohlasa, bir oy, uzoq bir oyda boshlanadi. Uni narxi o'tgan patok bilan birinchi patok bo'lgani uchun $1000 bo'lgan. Bunisi taxminan 1300 atrofida bo'ladi. Bizda ham maxsus narxlar qilib beramiz. Birinchi yozilgan 5 odamga hali qabul ochmaganmiz. Predzapis paytida agar yozilaman desangiz, joyingiz mantiq bo'lsangiz, sizga uch maxsus narxda 1300 atrofida qilib bera olamiz. Bu shunda 2 oylik kurs bo'ladi. 2 oy to'liq shu offlayn darsda bo'ladi va 1 oy yana qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Qo'shimcha. Hamma qancha? Konsultatsiya $150. 2 soat. $150. Konsultatsiyangizni ola qoling. Sababini aytaymi? Degan narsadan juda yomon charchaganman. Nimadan? O'qish degan narsada. Tushunarli. Uje o'qishga nisbatan mas'uliyatsizlik, o'qishda uje charchash bo'ladi-yu, ketma-ket ko'p o'qisangiz, o'sha narsa shakllanmaganda. O'shaning uchun. Men o'zim maslahat beraman. Qanaqadir kursda o'qisangiz, o'sha kursni полный amalda qo'llab, pulni chiqarib olib, keyin boshqasida o'qisangiz yaxshiroq. Chunki motivatsiya ham tushib ketib qoladi. Har kursda o'qirsangiz, lekin pulni chiqarib olmasangiz qiyin. Shuning uchun men даже mentorствоda ham bizni ikkinchi darsda o'zidan shu loyiha olishni boshlaymiz-da. Ya'ni kurs oxirida olinglar demayman. Olinglar, olib kelinglar loyihalarni oldimga, chunki mentorsan shunisi plyusda, masalan, loyiha olganingizdan keyin ertaga ikkilanib bo'lib qoladi. Voy, qanaqa qilaman, buni nima qilishim kerak, qanaqa qilaman degan savolingizga уже jarayonda javob ola olasiz deb, shuning uchun shunaqa. Hali siz konsultatsiyaga keling, yana bemalol o'tirib gaplashamiz. Mentorstvani o'ylab qo'yaman, lekin konsultatsiyaga zo'r. Yana menga taalluqli qanaqadir savollaringiz bormi yoki olmoqchi bo'lgan javoblaringiz? Deyarli savolimga javob oldim, faqat endi siz bilan konsultatsiya vaqtini gaplashib olishim kerak. Qachonga bo'ladi? Primерно vaqt bor, shu menejerimni aytib qo'yaman. Hop, hozir bizda xo'sh. Manda ayni zapus tugatish, oylik hisoblash jarayonida birinchilargacha klassiya bo'ladimi? 27 dan 30 gacha Toshkentda bo'lmayman. 27 gacha shu yerdaman. 27 dan nechinchigacha? 30gacha. 30gacha. Men примерно 5-dan 12gacha Toshkentda bo'lmayman. Demak, kelganingizdan keyin klassiya bo'lar ekan orada. Agar 27gacha vaqtingiz bo'lmasa, unda taxminan o'sha 1, 2, 3 ga klassiya bo'ladi. O'sha 1, 2, 3 larga klassiya bo'lar ekan, chunki 5-da men ham ketaman-da keyin. 5-dan keyin. O'sha bitta qaysidir eng aktual bo'lgan muammongiz bilan savollaringizni tayyorlab kelsangiz, to'g'ri ko'rib chiqamiz. Bo'ldi. Toshkentda ko'rishmasak bo'ladi-yu. Yaxshi. Bo'ldi. Unda yo o'zingiz rechkasiga, yo men rechkasiga yozib aloqaga chiqaman. Mana telefon Toshkentda xursandman. Bilan ishlaringizga omad. Rahmat. Xudo xohlasa, nasib qilsa ko'rishamiz. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.